Ey birodar azizlar, bizni ko'p ishlarimiz g'alatiroq. Musulmonmiz, ubudiymiz. Bir xristianga bir musulmon aytgan ekan, senlar Xudodan ko'ra pulni yaxshiroq ko'rasanlar. Biz musulmonlarimizni ham ishda shunaqalar bor. Xudo, Alloh, Rabbim deyishadi-yu, pulni yaxshi ko'rishadi baribir. Allohdan ko'ra. Bu aniq. Alloh uchun deganda ters bo'lib o'tirishadi. Bunga ber bo'lmaydi, bermayam, birovni birov qaytarib yuboradi yana. Ey inson, o'shaning o'rnida sen bo'lsang nima qilarding? U o'zi qanaqa? Nima? O'zi javobini beraveradi. Sendan qo'lini cho'zdi, qo'li qaytarma, yaxshi emas. Bir tiyin bo'lsa ham ber. Alloh uchun deyapti. Shunday ta'lim oling. Baxillik yot, xasislik yot. Ertaga bo'lmay qolasiz-ku, o'sha narsa qoladi-yu, o'sha qoladi-yu. O'sha qog'oz qoladi sizdan, o'sha tanga qoladi. O'sha tangani o'sha gadoga berishganingiz sizga hamroh bo'lib o'rga kiradi aziz do'stim. Axir bunda joningizni ham yaxshi ko'ring. Joningizni ham yaxshi ko'ring puldan ko'ra, mol dunyodan ko'ra. Mana yurib turgan joningizni, iymon e'tiqodingizni ulug'lang. Alloh taolo hammamizni rushdi hidoyat, iymon e'tiqodda mustahkam aylasin.